Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan yasagan dasturimizni oxiriga yetib kelamiz. Ya'ni dasturimiz tugadi. Endi shunda oladigan xulosalarimiz haqida gaplashamiz. Ya'ni nimalardan foydalandik biroz. Ya'ni darsimizning so'nggi nazariy qismi. Biroz bo'lsa-da faqat amaliy qilmasdan nazariy ham o'rganishimiz kerak. Va sizlarga bugun uy yozib beraman. Ya'ni uy topshiriq o'zinglar mustaqil bajarishinglar uchun bittasini qilib ko'rsatib beraman. Qolganini o'zinglar qilishingiz kerak bo'ladi. Unda kelinglar, bugun umuman dasturimizda qilgan ishlarimiz to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, kichkina nazariy tayyorlab qo'yganmiz. Nimalarni o'rgandik? Biz hozir ushbu dasturimiz orqali 3 ta yo'nalishda o'rgandik. Dasturimizni bildinglar, Pomodoro appida Pythonda foydalanuvchi interfeysi bilan ishlashni o'rgandik. Mana hozir dasturimizni ishga tushirib olsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Python main py. Mana foydalanuvchi interfeysi, mana ko'ryapsiz, tugmalar bor. Ya'ni foydalanishga kirgan odam bularni bosib, ya'ni tushunarli foydalanish uchun. Buni misol dasturchilar bilishi mumkin, lekin ya'ni dasturchi bo'lmagan odamlar uchun ham foydalanish interfeysi shuda. Bu bo'yicha ishladik. Tushunarli foydalanuvchi oynasini yaratdik. Keyin ma'lumotlar bazasi bilan ishlash amalga oshirdik. Ko'rdinglar. Hozir bunimizda ma'lumotimiz bo'sh turibdi. Hozir ma'lumot kiritamiz. Xohlasanglar tayyor exe faylimizdagina ishlashimiz ham mumkin. Ya'ni hozir bu joyda yoyiq turibdi. Kecha exe faylga papkalaganmiz. Biz buni o'sha joyni o'zidan ishga tushirishimiz mumkin. Portfolio. Ya'ni mana exe faylga papkalaganmiz. Buni o'zini xohlagan joyimizda ishlasak bo'ladi. Mana ochildi dasturimiz. Haftaligimiz mana bunda yo'q turibdi. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlashga nima degani? Ya'ni biz kiritgan ma'lumotlar saqlanib qolishi kerak. Mana shunda narsa yozib beramiz. Ingliz tili oddiy shunday yozaveraylik. Vibe coding. Python deb beraylik. Biz shular bilan shug'ullanamiz dedik. Ya'ni haftalik jadvalimizni tuzib olmoqchimiz. Nimalar qilamiz? Aytaylik, vibe coding bilan ko'proq shug'ullanamiz desa, har kuni shug'ullanishimiz mumkin. Aytaylik, ikkita. Python bilan ham shunday ikkita qilishimiz mumkin har kuni. Bu degani ikkita pomidorimiz 50-60 daqiqa bo'ladi. 25 daqiqa o'rganish, 5 daqiqa dam olish bo'lib. Ingliz tilida esa har 2 kunda bir, yakshanba kunida esa dam qilib mana saqlab qo'yadigan bo'lsak, mana saqladi deyapti, ma'lumotlar bazasiga saqlandi. Buni qayerdan ko'ramiz? Mana bizga xulosalarni beryapti. Ma'lumotlar bazasiga saqlanganini mana chiqib ketdik-a, ilovadan chiqib ketdik. Mana ishga kirsak saqlangan bo'ladi. Mana bu joyda pomidori degan miyasi turibdi. Ya'ni xotirasi. Mana shunchaga yozyapti. Mana endi haftalikni ko'rsak, mana haftalik endi ko'rinadi. Ko'rinadi. Xo'sh. Shu ma'lumotlar bazasi deyiladi. Ya'ni biz kiritgan narsa biz dasturdan chiqib ketsak ham turadi. Umumiy statistika turibdi. Bu turibdi.
bajarilganlar hozir task kiritganim uchun hali bular bajarilmagan holatda turibdi. Ma'lumotlar bazasi bilan mana DB ishladik. Ma'lumotlar bazasini yaratishni, mana yaratish bo'lsa, bu haqida ham hozir gaplashamiz va unga jadvallar chizishni, ichiga mana ma'lumotlar bazamiz ichiga jadvallar chizishni o'rgandik. Ya'ni bajarilgan mana haftalik mashg'ulotlarni jadvalini chizishni va bajarilganlarni jadvalini chizishni va bu yerga alohidaliklarni qilingan alohidalarni, ya'ni mana bu yerda add task qilmoqchi edik-ku biz. Add taskimiz ishlamadi. Ya'ni ma'lumotlar bazamiz bilan mana bu yerda add task qilsak, add deyapti, lekin qo'shayotgani yo'q. Biz buni chiqib ketsak, mana faqat shulardan birini tanlay olamizda. Vibe coding, ya'ni shug'ullanayotgan mashg'ulotimiz shuni qila olardik. Add task bo'lgani bilan task qo'shilmadi. Shuning uchun biz buni alohida timer sifatida yozdik. Alohida timerni yozish juda oson. Yani sizlarga eski Pomodoro appni ham ko'rsatganman. Alohidani yozishga mana shuncha ketgan xolos, ya'ni 150 qator, 150 qator kod bilan ham shu dasturni o'zini ishlatsa bo'ladi. Faqat unda miyasi bo'lmaydi. Faqat o'sha timer sanaveradi xolos. Biz mashg'ulotlarimizni, biz haftalik jadvalimizni qilmaydi yoki haftalik jadval qilishdan maqsadimiz nima? Maqsadimiz mana bajarilmaganlar turibdi. Biz mana shu foizni olib yurishimiz kerak, bajarilganlarni ham. Biz agar bajarsak, faqat misol ingliz tilini qilib, qolganini qilmasak, tahlilimizda ko'rinadi. Mana bu joyda biz belgilaymiz bajarilayotgan, qaysi taskni bajarayotganimizni. Ingliz tilini, faqat ingliz tilini qiladigan bo'lsak, keyinchalik tahlilga kirganimizda bajarilganda faqat ingliz tili turadi. Hozir bajarilgan yo'q bu yerda. Faqat ingliz tili turadi. Bu umumiy statistikada ham mana ingliz tili 6 daraja asirli, ya'ni masalan biz bir-biriga solishtira olamizda. Python 12 daraja asirli, Vibe coding 12 daraja asirli, ya'ni bajarilgan hozir 0 ta turibdi. Aytaylik Python faqat 10 to'lib, mana ular 2 tadan bo'lib qolsa, demak qolgan yo'nalishda kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Pythonda bir pas qo'yib turib, ya'ni ingliz tili yoki Vibe coding bilan qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimizga oson ishni qilamiz. Biz masalan ingliz tilini belgilab qo'yib turib, ingliz tilini faqat shunchaki jadvalga kiritib qo'yib turib, uni qilmasligimiz mumkin. Nima bo'lsa vaqtimiz bo'lmadi deb. Biz Python bilan ko'proq ishlab qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Shunda biz ko'rib turib jadvalimiz va mana bu ishlar asosida ko'rib turib, agar bajarilmagan ingliz tilida ko'payib ketsa, bular kam bo'lsa, demak ingliz tilini bularni bajarishdan o'rniga Vibe coding, Python o'rniga ingliz tilini qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimiz uchun shunday xulosa chiqaramiz. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlashning foydali tarafi shu. Chunki biz bir oyda va esimizdan chiqib qoladi, bir oyda, bir haftada biz o'zimizni kontrol qilishimiz uchun. To'g'ri, biz hozir faqat Python bilan shug'ullanib ingliz tilini yozganimizni qilmayapmiz ekan yoki boshqa buxgalteriya qo'shgan bo'lsak, buxgalteriya bilan shug'ullanmayapmiz ekan deb, yoki sport qo'shishimiz mumkin, sport bilan shug'ullanishimiz qolib ketyapti ekan deb o'zimiz uchun xulosa chiqaramiz. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlashning foydali tarafi shu. Ya'ni agar u bo'lmasa, dasturimiz 15 yoki 20 daqiqa ichida tayyor bo'ladi. Aynan ma'lumotlar bazasi ancha qo'limizni oladi. Ma'lumotlar bazasiga avval o'zi kiritish qiyin, qo'shib olish, ya'ni birinchi dasturimizga o'qitib olish, dasturimizga uni yo'nalishini, ya'ni ma'lumotlar bazasi joylashgan joyini topishni va unga jadvallar chizishni yo'lga qo'yishimiz qiyin bo'ladi. Birinchi jadval, ya'ni ma'lumotlar bazasini ochib turib, unga jadval chizmasligi mumkin. Ya'ni ko'rdinglar, buglar ko'p bo'ldi, ya'ni nima deydi, ishlamagan, noto'g'ri ishlagan joylar ko'p bo'ldi. Biz uni to'g'riladik. Oxiri ishlagandan keyin ham, ya'ni exe fayl yo'tkazayotganimizda yana bug chiqadi, yana ko'rdinglar, ma'lumotlar bazasi ochmadi. Yangi yasamadi.
kecha oxirgi videosida ko'rsatdim, mana ochildi deb. Ma'lumotlar bazasiga yo'nalishni, ya'ni yo'lni topa olmay qoladi-da. Biz yo'lni mana bu joyda berdik. Ya'ni ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda mana boshida berdik. Mana uni bu bilan olib ketadigan bo'lsa, ya'ni ma'lumotlar bazasi bilan ishladik, keyin data science, ya'ni hozirgi qilganimiz data science bazaviy ko'rinishi, data science haqida ham darsimizni shu yakuniy darsimiz oxirida gaplashamiz. Xo'sh, keyin mana nimalardan foydalanib dasturni tuzayotganimizda qaysi kutubxonadan Pythonning Tkinter kutubxonasi, ya'ni tugmalar yasash, ya'ni foydalanuvchi interfeys turibdi. Mana shu tugmalarni shu yordamida yasadik. Yani kodni ko'radigan bo'lsak, xo'sh. Mana Tkinter bilan yasalgan butonlar hammasi. Tkinterni import qilib, o'sha yordamida yasaganmiz. Mana tka buton. Ya'ni tugmalar uchun shundan foydalanganmiz, yozuvlar uchun. Mana tka buton hammasida o'sha tugmalar, oynalar o'sha tka bilan yasaganmiz. Pythonning Tkinter kutubxonasi bilan. WinSoundda faqat bir marta ishlatdik. Uni o'sha ringtone, ya'ni Tom and Jerry ringtonini qo'ydik-ku. Mana buni. Dasturga shuni qo'ydik. Ya'ni 25 daqiqa o'tganligini bildiradigan signalimiz shu. Buni WinSound kutubxonasi yordamida qildik. Xo'sh. Endi va agar jadvalni ko'radigan bo'lsak, mana jadvalimizga avtomatik tarzda ma'lumot kirityapti. Kirit qilsak, mana avtomatik tarzda endi qayasayapti. Kunni qo'yib chiqyapti. Bugungi kunni tortyapti 16 deb. Masalan, bugun 16 mi o'zi? Bugun 16 seshanba. Bu dushanba, seshanba, chorshanbani o'sha internet orqali avtomatik tortayotgani yo'q, faqat shu sanani tortyapti. Sanani data time'dan tortyapti. Mana data time kutubxonasidan sanani tortyapti. Matplotlib Pyplotda esa mana shu tahlillarimizni chiqarib beryapti. Shularni chizishda biz Matplotlibdan foydalandik. Buni kodimizda analiz papkasini yozayotganda foydalanganmiz. Mana Matplotlibni plt tarzda import qilganmiz. Xo'sh. Endi mana SQLite 3 aynan o'sha ma'lumotlar bazasi. Ma'lumotlar bazasi SQL deb ataladi. Bu haqida ham gaplashamiz. SQLite 3 bilan ishladik ma'lumotlar bazasi bo'yicha. Mana endi Pythonda funksiyalardan keladigan bo'lsak, from o'rganib ketadigan bo'lsak, mana from file yoki kutubxonadan funksiyani import qilish uchun ishlatamiz. Ya'ni from va importni. Biz funksiyani kutubxonadan import qilishimiz mumkin va fayldan import qilishimiz mumkin. Mana misol keltirib qo'yganman. Xo'sh, fayldan mana db fayldan db mana turibdi. Mana db fayldagi get init funksiyasini, mana init db funksiyasini import qilyapti. Import init db qilaylik. Mana shu oldin. Init db Tkinterda esa font funksiyasini, ya'ni bu funksiya o'sha kutubxonaning ichidagi funksiyani ham tortish uchun ishlatishimiz mumkin from importdan yoki o'zimiz yasagan funksiyani ham, ya'ni init dbni o'zimiz yasadik, buni o'sha db fayldan import qilyapmiz. Mana shu joyda mana mainda import qilganmiz.
mana db fayldan initdbni import qilyapmiz. Tkinterdan yoki menu fayldan main menyuni import qilyapmiz. Main menu import sifatida biz klassni ham import qilishimiz mumkin. Ya'ni main menu bu yerda funksiya emas, klass. Def deganimizda funksiya bo'ladi, bu yerda klassni ham import qilishimiz mumkin. Xo'sh, endi import library as name buni ishlatamiz, ya'ni kutubxona nomini kichikroq tarzda yozishimiz mumkin. Masalan, import tkinter stk. Bu nima uchun kerak bo'ladi? Hadeb tkinter yozavermaymiz. Funksiya yozayotganimizda hadeb tkinter yozuvini yozmaymizda. Tk button, tkinter buttonni o'rniga tk button deb osonroq yozamiz. Shuning uchun biz bu joyda tkinterni kutubxonasini tk tarzida import qilyapmiz. Ya'ni keyingi safar tkinter kutubxonasiga biz murojaat qilganimizda, kod yozayotganimizda tk tarzida murojaat qilsak, o'zi tushunaveradi dastur. Yoki matplotlibni mana bu joyda plota deb qilganmiz. Matplotlib kutubxonasini plota tarzida import qilyapmiz. Keyingi safar plota deb murojaat qilsa, u mana shuni tushunaveradi. Mana shu kutubxonaga mana shu joyda masalan 15 ta harf bo'lsa, 15 ta harfni yozishni o'rniga plota deb murojaat qilaveramiz. Mana ko'rasizlar, plota deb turib murojaat qilyapmiz. Agar uni yozmasak, plota tarzida qilmasak, matplotlib pyplot deb yozib funksiyani yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana funksiyamiz. Mana shuni yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, o'zi chiqarib beryapti bosishimizga. Matplotlib qilinyapti deyapti, import qilinyapti deyapti. NumPy'ni np tarzida import qilishadi. Ya'ni siz uni xohlagan tarzda import qilishingiz mumkin. Ya'ni bu plotani o'rniga boshqa narsani qo'yib qo'yishingiz mumkin. Plotami, siz xohlagan narsangizni qo'yib qo'yishingiz mumkin. O'zingiz ismingizni yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi safar mana shu funksiyaga murojaat qilayotganda o'shani yozasiz. Plota deb qo'yishingiz mumkin. Ya'ni lekin bu mana plota tklar ya'ni ko'p foydalanadiganlar. Ya'ni plota tarzida juda ko'p programmistlar, dasturchilar shu tarzda murojaat qilishadi. NumPy'ga np tarzida murojaat qilishadi. Uni o'z xohlaganingizdek ham yozishingiz mumkin, lekin keyin kodingizda kimdir ishlaganda bu tushunarli bo'lishi uchun o'sha xalqaro nima deydi, ko'p dasturchilar foydalanadigan qisqartmalardan foydalanganimiz yaxshi. Bu o'zimiz uchun ham tushunarli bo'ladi va boshqalarga ham agar kodimizni ko'rib ber yoki shunday deganimizda ular ham osonroq tushunadi. Xo'sh, def bu Pythonda yangi funksiya yaratayotganimizda ishlatiladi. Buni ko'p funksiyalar yaratdik mana. Def creating interface, ya'ni funksiya shu anaqalarni yasayotganimizda kerak bo'ladi. Definition beramiz shu narsaga. Method deyapti. Metodga shu anaqa funksiyalarga biz anaqa beramiz. Definition beramiz. Yangi yasayotgan narsamizga. Agar shu db faylni ko'radigan bo'lsalar, mana variable ham yaratilsa bo'ladi. Ya'ni mana cononda deb turib get connection deb yozyapti. Mana get connection ni biz qilyapmiz, mana funksiya qilyapmiz. Endi shu funksiyani mana shu variable ga tenglab qo'yapmiz. Keyingi safar shunday yozib ketaveradi. Get connection demakda con deb yozib ketaveradi. Chunki bu o'zgaruvchi variable mana chiqyapti. Variable mana shunga teng. Kursorni esa вообще kursorni bunga tenglab qo'yapti. Bu kursor deganda biz get connection kursorini tushunamiz. Ya'ni dastur shuni tushunaveradi, o'zgarish yaratib ketilaveradi. Ya'ni bular doimiy foydalaniladigan qisqartmalar. Buni dasturlar yozaverganda o'rganib ketiladi. Xo'sh, dasturimizda ma'lumotlar bazasini osonroq topish uchun mana shu tarzda yozish kerak ma'lumotlar bazasini. Shunda dasturimiz Excel faylga o'tganda ham ya'ni exe bo'ladi-yu.
Windowsda ochiladigan faylga o'tganda ham ma'lumotlar bazasini topish oson bo'ladi. Shu tarzda yozsak, mana bu yerda Scikit-Learn 3 bu Scikit-Learnda aytganimizdek ma'lumotlar bazasini kutubxonasi, also bu operatsion sistema, shularda biz foydalangan holda ma'lumotlar bazasini shakllantiramiz. Bu matplotlib.py foydalanadigan o'sha funksiyadan foydalanganimizda chiqadigan narsa. Ya'ni jadvallar, bu boshqacha mana bunday bo'lishi mumkin. Ya'ni chizig'lar bor-ku, turli tuman jadvallarni ya'ni mana shunaqa ma'lumot vizualizatsiyasidan foydalaniladi. Ma'lumot vizualizatsiyasi bu ma'lumotlarni bizga ko'rsatish, tushunish osonroq bo'lishi uchun mana sizlarga keyingisiga o'tganimizda yana ko'proq tushunamiz. Data science aytdik-ku, mana o'sha yo'nalishda qaysi, ya'ni mana shu dasturda qanday yo'nalishlarda ishladik. Data science bo'yicha ham ishladik, bazaviy bo'lsa-da. O'z data science haqida gapiradigan bo'lsak, data science bu data bu ma'lumot, science fan degani ma'lumotlar fani. Data engineer bu ma'lumotlar muhandisi. Bunda data science'da ko'plab kasblar bor, eng mashhurlari bu 3 ta. Data engineer bu ma'lumot muhandisi, data analyst ma'lumot tahlilchisi, data science bo'lsa ma'lumot olimi yoki bashoratchi. Ya'ni data science o'z ma'lumot qanday bo'ladi? Ma'lumot tartiblanmagan bo'ladi. Ma'lumot putur yetgan bo'ladi, ma'lumotga zarar yetgan holatda bo'ladi. Masalan, biz Titanic bo'yicha machine learning o'zi Kaggle'da data science o'rganuvchilar uchun doimiy nima masalasi bor. Titanicdagi odamlarni tirik qolishini bashorat qilish masalasi bor. Juda ko'p odam ishlatadi, sizlarga ochib ham ko'rsataveraman. Data science bo'yicha ko'plab musobaqalar Kaggle degan qilib turadi. Kaggle.com'da competition, ya'ni musobaqa bor. Titanic musobaqasi. Titanic machine learning, Titanic kemasidagi o'sha Titanic kemasi cho'kkanu, bas odamlarni tirik qolishini bashorat qilish. Competitionda doimiy nima deydi? Bu competition, bu musobaqa vaqti 10 yil oldi shekilli boshlanganiga. Hali tugashi noma'lum, qachon tugashi. 13 mingta jamoa ishlayapti. Bu joyda Kaggle'da ko'plab data science bo'yicha musobaqalarni mana shu joydan topishingiz mumkin. Agar qiziqadigan bo'lsanglar, mana bu joyda hattoki bunaqalari ham bor. 7 kundan keyin boshlanadi ekan mana bu musobaqa. Ya'ni musobaqaga ajratilgan mukofot pullar bu joyda 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarga berilgan. Qaranglar, mana $1 million ajratilibdi. 2 oydan keyin boshlanar ekan. Mana $100 ming. Shunaqa katta kompaniyalar bu joyda shunaqa qiladi, musobaqalar qiladi. Bu yerda communitylar qilyapti. $10 ming, $1000 bor ekan. Fake or real, to'g'ri yoki noto'g'ri deyapti. Shunaqa qiladi. Nima deydi? Tahlil qiladigan fan dastur bu. Ya'ni bular mana shu ma'lumotlar har bittasida mana shu kompaniya nima deydi? Musobaqalarda ma'lumot taqdim etilgan bo'ladi. Mana bunda ham Titanicda ham KSV tarzda o'sha 890 bitta odam haqida ma'lumotlar bor. Taqdim qiladi. Shular asosida shularni tartiblab qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz qilishdan oldin, ya'ni ma'lum bir xulosaga kelishdan oldin ma'lumotni biz tahlillaymiz. Ya'ni ma'lumotni yo'qini aniqlab olamiz avval. Ya'ni o'sha Titanicda oladigan bo'lsa 890 bittadan 12 ta yo'nalishda ma'lumotlar bor. Ya'ni masalan jinsi, yoshi, o'sha bileti bor yo'qligi, kabina hamma yo'g'i borda ular. O'shanda biz ayrimlari yo'q bo'ladi, to'g'rimi? Biz buni tahlil qilayotganimizda kimlardir pasport ma'lumot yo'q bo'ladi, kimlarning yoshi yo'q bo'ladi, kimnidir bunaqasi noma'lum bo'ladi, boshqa ma'lumotlar. O'sha yo'qolgan ma'lumotlarni tiklaydi data muhandis. Imkoniyat bo'lsa, masalan, yoshni qanday tiklash mumkin? Aytaylik, 890 ta odam bo'lsa, aytaylik 900 ta deylik, 900 ta odamni o'rtacha yoshini hisoblaydi. Aytaylik, bizda
100 ta odamni yoshi yo'q bo'lsa, adashmasam, musobaqada 177 ta odamni yosh ma'lumoti yo'q. Biz aytaylik 150 ta odamniki yo'q deydigan bo'lsak, 900 tadan 750 ta odamniki bor. Demak, katta ehtimol bilan deymiz, o'sha 150 ta ham shularning orasidagi, nima deydi? Yosh oralig'i shunaqa bo'ladi debdi. 750 ta odamni yoshini qo'shib chiqib, 750 ga bo'lsak, bizda o'rtacha yosh kelib chiqadi. Ya'ni qolgan 150 tani o'rtacha yosh asosida to'ldirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu qisman to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bizda to'liq 100% to'g'ri deya olmaymiz, lekin matematika ehtimollar nazariyasi bor. Ehtimollar nazariyasi shunday. Xo'sh, ma'lumotlar faniga kirishdan oldin shuning uchun matematikada ehtimollar nazariyasini, o'sha korrelyatsiya, regressiya tenglamalarini, chiziqli funksiyalarni o'rganish kerak bo'ladi. Lekin ularni o'rganish zerikarli bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz amaliy ishlarni qilish davomida o'rgansak, ya'ni bitta qilib o'rgansak, hammasini birdaniga qiyin bo'lishi mumkin, lekin o'rganib ketamiz. Xo'sh. Bu 3 ta kasb egasi shunaqa. Ya'ni ma'lumot muhandisi shu ma'lumotlarni yo'qolganlarni tiklab, borlari asosida ma'lumotlarni ma'naviy ekosiga beradi. Data analiz bilan data science. Bu ikkalasi ma'lumotni ko'rib chiqib turib, mana data analiz, data ma'lumot tahlilchisi bu tahlil qiladi. Bu nima bo'ldi degan savolga javob beradi. Nima bo'ldi? Ya'ni ko'radi, masalan, o'sha Titanik ko'rib turib, ma'lumotlarni ko'rib turib, demak, moncha odam o'libdi, moncha odam ana qopdi. Ya'ni bu foizlar chiqarib beradi. 5% odam o'libdi yoki o'lgan odamlarning 5% yoki aytaylik katta 60-70% ayollar bo'lgan. Shunaqa bu tahlil qiladi yoki o'lgan odamlarning 30% dan ortig'i 18 yoshga to'lmagan bolalar bo'lgan, ya'ni Titanik kemasi bo'yicha tahlil qilganda bu bizga shunaqa nimalar sodir bo'ldi, nima bo'ldi javoblarni beradi. O'sha ma'lumotlar asosida biz qaror qabul qilishimiz uchun, ya'ni bu bizda hozir Titanik kemasi haqida gapiryapmiz. Bu o'zi data science nimada ishlatiladi? Data science foydalanuvchiga tavsiyalar berishda ishlatiladi. Masalan, YouTube'ga kirsak, biz biror narsa, biror ma'lumot to'g'risida ko'rsak, keyin o'sha to'g'risida chiqaveradi, to'g'rimi? Biz uni algoritm deymiz. Xuddi shu narsani data science o'rganadi. Ya'ni foydalanuvchiga yoqadigan tavsiyalar berish. Faqat YouTube ishlatmaydi buni. Masalan, Uzum Market bo'lishi mumkin yoki shunaqa elektron tijorat vositalari ishlatishadi. Ya'ni siz bir necha bor qidirganingiz, masalan, siz texnika borasida qidiradigan bo'lsangiz, keyin kirganingizda texnika to'g'risida bo'ladi. Masalan, men o'zim Uzum Marketda CSD disklar haqida qidirgandim. Hozir kirsam, hozir mana dandik kelib ko'raman. Menga katta ehtimol bilan CSD disklar haqida ma'lumot ko'rsatadi. Aynan shu jarayonni, ya'ni shunaqa model qurib berishni data science amalga oshiradi. Mana shu dasturlarga shunaqa sotuv manaqa platformalarga bizga kerak, bizga yoqadigan narsalarni berish. Biz bu yerda hech biriga like bosmaganmiz, shunchaki bizning harakatimizni kuzatadi. Nima qidirganmiz va nimaga klik qilganmiz, ya'ni bosganmiz, ustiga bosganmiz. Hozir kirishimga menga birinchi o'rinda SATA disk ko'rsatyapti, CSD edi. Keyin bir marta men anaqa qidirgandim, Wi-Fi adapter ko'rsatyapti. Asosiysi CSD disk ko'rsatyapti. CSD RAM'ni ham ko'rsatyapti. Ya'ni mana shunga bog'liq narsalarni bizga ko'rsatadi. Ya'ni tushsam ko'proq CSD, menga boshqa narsalar ko'rsatmayapti. Bu CSD o keyin, ya'ni o'sha bir 15 ta 20 ta menga mos narsa taklif qilgandan keyin uni pastiga keyin boshlayapti, ya'ni osenniy garderob deb, yozgi nima, kuzgi garderob deb boshlayapti endi. Lekin asosiy narsasini menga yana biroz pastga tushsam yana o'shanaqa xotira disklarini ko'rsatyapti. Ya'ni ma'lumotlar fani olimlari shunaqa foydalanuvchini harakatlarini o'rgangan holda bashorat qiladi. Ya'ni bu odam endi keyingisi mana nima bo'ladi degan ma'lumotlarni tahlil qilib turib, masalan, biz kirganlarimizni tahlil qilib turib o'ylaydi,
Ya'ni bu odam kelajakda CSD disk olmoqchi. Aytaylik, mana shu bir haftada yoki bir oy ichida CSD disk kerak unga. Korxonamiz uchun nima bo'lsa foyda bo'ladi, bashorat qiladi. Biz bu odamga CSD disklarni ko'rsatsak foyda bo'ladi. Va foydalanuvchini to'liq o'rganish maqsadida ko'plab filtrlar qo'yishadi. Agar siz o'sha Uzumarketga kiradigan bo'lsangiz, bu yerda narx asosida qidirish shunaqalar borda, avval arzani yoki avval sifatlisi ko'p aniq qilingan. Ya'ni bularning ma'lumot manbasida biz haqimizda ma'lumot qoladi. Biz kimmiz? Bizga arzon narsa yoqadi yoki bizga sifatli narsa yoqadi. Bizga monchadan monchagacha bo'lgan narsa yoqadi. Biz narsaga olishni yaxshi ko'ramiz. Ya'ni biz haqimizda yuzlab, minglab informatsiyalar bularni ma'lumot bazasiga, serverga boradi va shular asosida ular model yasab qo'yishgan. O'sha model asosida bizga takliflar qiladi. Agar biz arzon narsani yaxshi ko'radigan bo'lsak, bizga arzon bo'lgan narsalarni ko'rsatadi. Yoki biz aksiyalarni yaxshi ko'radigan bo'lsak, aksiyadagi narsalar bizga aksiyadagi narsalarni tavsiya qiladi. Tavsiyalar asosida ishlaydi. Shu narsalarni tashkil qilish bilan data science shug'ullanadi. Data science lavozimiga bu ishga talab ko'p. Hozirgi kundagi eng yuqori talab sohalardan biri hisoblanadi. Ya'ni o'zi IT O'zbekistonda har kunlik statistikasini ko'rsatadi. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda data science turadi. Odatda shunday. Biz shu ma'lumotimizni ko'rdinglar. Pomodoro appimizda biz o'zimizni ma'lumotlarimiz qisman tahlil qildik. Endi bevosita uyga vazifaga o'tadigan bo'lsak, uyga vazifa nima bo'ladi sizlarga? Tugmalarni bo'yash. Mana hozir kelsanglar hech qaysi tugma bo'yalmagan. Oq-qora. Hozir men bitta ko'rsatib beraman qanday bo'yashni. Keyin sizlar bo'yaysizlar. Masalan, men single ko'rsatib beraman. Mana taka button aytganimdek, mana taka button. Inglizchada ko'p anaqalar. Button degani tugma degani. Mana shu tugma turibdi. Hozirlarga avval ochib ko'rsatib beray. Dasturni ishga tushirib ko'rsatib beraman. Ishga tushdi, mana single timerda bu bo'yalib turibdi. Men buni bo'yab qo'yganman. O'z aslida bo'yaganimni o'chirib qo'ygandim. Save all qilsak, ana endi bo'yalmagan holatda bo'ladi. Mana hozir bo'yalmagan holatda turibdi. Biz shuni bo'yaymiz. Bo'yashni ikki xil qilib bo'yashimiz mumkin. Bo'yashda qaranglar, mana funksiyamiz yopilyapti, mana komandamiz berildi, ya'ni tugma o'zi ochildi. Tugmadan keyin mana uni fonlari, tekst, ya'ni tugmada nimalar yozilishlari yozildi. Endi bizda mana komanda so'zdan keyin command teng deganimizdan keyin mana yozilgan komandamiz, shu yerga variable qo'yamiz. Bitta variable qo'yib turib, bitta probel bosib turib bg deymiz. Bg degani background, ya'ni foni. Bg teng mana ochib turib yozamiz. Ya'ni ikkita qo'shtirnoq ochib turib yozamiz. Bunda biz ikkita usuldan foydalanishimiz mumkin. Kelaylik, birinchi usulni ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida o'sha anaqani yozish. Ikkita usulni ham bittada ko'rsak bo'lar ekan. Nomini yozish ko'rdinglar, green deb yozdim. Yashil. Endi tugma yashil bo'lishi kerak. Test qilamiz. Ikkinchi usulni ham birato'la test qilib chiqamiz. Ikkinchi usul bu yana ham osonroq usul. Ya'ni nima deydi? Ko'nglingizdagi rangni chiqarish usuli. Bunda biror bir rangni yodlab olishimiz kerak. Rangni kodlari bor. Masalan, men kodlarni yodlab olgan kodim 213 Mana, ko'rdinglar. Ya'ni greenda hech narsa chiqmadi. Mana rang kodini yozganim desa, mana rang tanlash chiqyapti. Ya'ni o'zi mana rangi to'rtburchak ichidagi rangni tanlangan. Hozirgi holatda mana shu rang tanlangan.
Lekin buni o'zgartirishim mumkin. Agar bitta raqamni yozib olsangiz bo'ldi. Butun hammasini yodlash shart emas. Qulaylik maqsadida shunday qilingan. Masalan, menga shu rang yodlash oson bo'lgani uchun, ya'ni 213 642 213 642. Mana endi biz shu yerdan xohlagan rangimizni tanlab olishimiz mumkin. Ya'ni bitta kirib oldik. Endi buning ichidan xohlagan rangimizni tanlaymiz. Masalan, sariq qilib qo'yamiz. Bu yana mana shu joyga yana qo'yadigan bo'lsam, baga teng yana bizga mana shu rang chiqyapti. Endi biz qizil rangga bo'yab qo'yishimiz mumkin. Qizil. Qizil rangga bo'yab qo'ydik. Ya'ni agar biz kichik dastur qilib turib, agar bizga shu yashil, ko'k, sariq desak bo'ladigan bo'lsa, shuna qilaveramiz. Lekin agar biz o'zimiz tanlamoqchi bo'lsak, mana bu usuldan foydalanganimiz ma'qul bo'ladi. Keling, ikkovini test qilib tekshiramiz. Save qilib turib, Python main py. Ana boshqachani o'zgartirmadik, faqat mana uni ichidagini o'zgartirdik. Mana uch xil rangda turibdi, ya'ni mana green'da ham o'qiyapti bu. Pastga o'tib turibdi. Mana green, yashil ko'rsatyapti va mana bu kodni ham ko'rsatyapti. Mana kod yordamida yozganimiz tanlab oldik-ku. Xuddi shunday qilib sizlar bo'yab chiqasizlar. Mana bosh menu hammasini bo'yab chiqasizlar. Ko'ra oldinglar-a, qanday bo'yashdi. Ya'ni mana shu joyda timerdan keyin aytaman, komanda yozilgan, komandadan keyin variable qo'yib turib, b ga mana shunday qilib yoziladi. Menimcha hammangiz tushundingiz. Boshqa barcha tugmalarni birma-bir shunday qilib bo'yab chiqinglar. Bu tarzda bo'yashlar mumkin bo'ladi. Bo'yaydigan bo'lsak, yani orqaga qaytish tugmasini ham qo'yib qo'yamiz. Yani shunday qilib bo'yab ketaverasizlar. Orqaga qaytish tugmasini qanday qilib qo'ydik? B ga teng qo'shib pink qilib bering. Pink qo'shib pink ko'raylik-chi. Pink bo'ladi. Mana pink ochiladi. Ya'ni shuna qilib o'zlari fantaziyalardan kelib chiqib bo'yab chiqasizlar. Har bitta tugmani bo'yab chiqinglar. Ya'ni biz faqat ko'rib turib anatsiz o'sish bo'lmaydi. Qo'llarni o'zimiz ham qilishimiz kerak. Shuni ko'rib topib mana shu kichik vazifani bajarasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan keyingi kurslarda ko'rishgunimizcha xayr. Barcha shu ma'lumotlar описаниедagi Telegram kanalida yoziladi. O'sha Telegram kanal описаниеda hozir
link sifatida ko'rmasligi mumkin, lekin shuni qo'l testida topib anaqa qilsanglar bo'ladi.